kecha o'yga kelmagan nozlab dahi bir kechada 8000 ko'p pulni xarjlatgan gap bormi? Ey bo'ldi, men chidimi demay. Birgalar majashimsam bilan menga hezgina mashinani menga joyga boramiz. Xotun xafolmang, men tushundiray sizlarga. Bo'ldi, nimani tushundirding, nimani? Hech qanday gap anglig'im yo'q bugun meniki. Sen men ajrashimizga ajrashma. Ey sendek bir odam bo'lamda-ey. Xotun tutran telefon keldi elolay. Ey nima kaskalman to'y? Buguncha janni to'yda men nara borag'im. Nima kaskila? Bal, nimaniki bizim balni ben jurnike ma. To'y. Vey xanım tishlikmi? Ha, tishlik. Ha, men shu. Ha, balının tamak kartısını mı? Xotun. Balının tamak kartısını bijigan mi yo'qmi? Ha, bijigan. Ha, xanım bijirtganmiz mi? Bijirtganmiz. Ha, tamak pulu mu? Xotun. Kartı pul kaçırganmi yo'qmi? Yo'q. Xanım tek kaçırmaptınız mı? Neç pul kaçırsa kulutu? Ha, 300 koyma. Ben hazır kaçırıptayım, ma'qul. Xanım, kartıga hazır 300 koy pul kaçırıptın ne deydi? Men kartga pul kaçırishni bilmayman. O'zing joyingni afkumay. Emisi pul etutangda ben kaçırıptayımsın. Yanındaki pulchu? Ha, rost. 8000 ko'p pulni bir kechalamki xarjlab qo'ygan ha? Digina, nimaga xarjlagan o pulni? Xotun, alma balının işini el qilib andi ishli bu gap ma'qulmi? Bak xanım aldirayotgan. Xapchumu. Ha, aytvatdim. 300 koyni bak kartıga. Aqdirvatdim buni. Ha, digina. Bir kechada 8000 ko'p pulni xarjlab qo'ygan nega borgan? Men shuni Turan yani telefon geldi elbette. Qo'yadi şey. Ochiqdan jon chiqmasin. Nima to'q telefon bu? Xotun qiyintamga telefonga almasak sep turdi. Vay qiyin tutishlikmi? Tishlik. Ha, bugun kechdilanmi? Turtra. Xotun qiyintam kechdi uyda tamoq qilib tursak, kib yeb ketsang ne deydi? Hey, mush kayfiyat odamniki gelin tamoq qiltamta. Bo'ldi boramaymiz. Qiyinta. Kechdi bizning bir og'ayni bolaning choy ishi ekan. Kechdi shuyak berib qolqa o'xshatmaysiz. Nima? Turtra qiyinta. Xotun kechdi ilqi yong'oqlik yerdan tekkan pulni taqsimlay qo'yishga deydi. Nima? Yong'oqlik yerdan pulni beramdika? Pullar qarshos basak barlamsa. Ma'qul. Qiyinta. Biz choyga bormay qolgan bo'ldikmi? Ayshilning yanında tamoq yegan bo'ldik. Ha, ulgurib boribmiz. Ha, ma'qul. Bag'ani ko'rishlar. Ma'qul. Jep boldiribdi ya, yani ko'tirib pulni. Pul bizga necha pul tegan xotin? Ha, necha pul tegsa, boyagi gapni deyishlar endi biz. Hech unutib ketmadi anlama xotin. Shu men shu o'tgan yildan jiq teganmi, oz teganmi, shuni bilib boqay dedim shu. Sizlar bilasizlarmi meni? Bu 60.000 ko'p pul keldi bizga. 60.000 koy? Ya xotin, o'tgan yil qadam jiq kelganmiz bu yer. Voy, u gapni qo'yib, men gapga javob beranglar. O 8000 ko'p pulni nimaga xarjladinglar? Yana ilqi DDVga bag'a o'xshamamsizlar? Vay xotin, nima u DDV degan? Ajab o'tib qolamma deyman sizlarga. DDV demaymiz, KTV. Shu oqshom men shu jiqroq ichib yotganman qilinglar. Shu Mahmud telefon qilib qoldi-ya. Buning nima ishi bor-ku? Voy, qo'ying telefonni. Men gapni deyish bilan nima ish qilsangiz qiling. Xotin, men Mahmud necha vaqtdan yozib biz telefon qilsak ham olmagan, izdamni topolmagan. Bugun 100 telefon qilib qopti. Yaxshi 50 ming ko'y pulni qaytarib beray deb qolgan bo'lmasa-yu. Ha, bilibdi, mosh telefonni e'lonlamasa. Adashsa hayatmi? Bu yama ensiratdingmi sen adamni? Bormi ya? Nima? Pulni tayyor qilib bilanmay? Voy, nimanda tayyor olmay qolgan pul bu? Ha, bugun tayyor bo'lganmi? Ha, tayyor bo'lsa men hozir yana qo'yib e'lonlayman shimsa. Ma'qul. Xotin, 50 ming ko'yn tayyor qilib qo'ydim deb elvosan adash deydi. Ha, 50 ming ko'yn tayyor qilibdimi? Biz nima qalab tursin mengamisa? Ha, ma'qul. Rost, Mahmud pulni qaytarib bergan vaqtida sizga 600 zanji yepirma degan. Shu gapni unutib qolmagansiz? Voy, uni qanday unutib qolaman xotin? Shu Mahmudning pulini yeb, o'tilla oltin do'koniga qo'yib, sizlar zanjidan meni yeb kelayapmiz. Rost, yilqi og'inamning do'koniga buchoqi yozliq yangi kiyimni kiyib ketdi-qachon, oltin do'kondan chiqib, odishonni yana berib, shukur kiyim oldi sizlarga. Ha, u odishimga tunukiga gap qilibdi, yangi mal keldi deb. Shu emasmi xotin? Yangi mal kelgan bo'lsa, yangi malning buni sizlarga misol qanday bo'libdi? Eshagim bor bizga. Rost, tushdim iman qilay. Tushdim yemeyganlar.
Benim koy paçkı yiyeyim bak. Koy paçkı? Emseliki yeni vaza ama o deli konusuna karşı tarafı gelirken mın kazan kaptan şörüp kansı var ama şana paçkı bek okşaydı. Aksı renk bizleri var, kalalarım ve şey okşaydı. Cağımacın tatpa. Şu yak barıpmız şu. Paçak diyen için mın kazan değil miydin bek okşaydı? İlgin bana içiydi ha. Oy, menin ışıqım bilmiyorsun ne kutu ne? Bu Kevser limon degenin miktarımı cek, temi isel, mühimi limon terki 20%. Koğanın en yaman düşkünde pek peyzma o. Vay demisiniz mi bilme. Şu kuvvetli damak yiyen vaxtıda Kevser limonunu içiyorsak tekin bek sanış çıkıyordu. Ondan ismi limon içimlik olsun olmayacak mı kutun? Muş Kevser limonda hakiki limon terki koşalgan. Muşna limon içitmez. O renk olan temli tanışaplı limon içimlik, limon temlik içimlik de bir yazı varsa içiyorum etmez o ne? Şu memi bilgeçken Kevser limonu aldım şu. Könlemle bek düşünüsleyeceğim o kutun. Bana bek köyün isleyeceğim o sıla. Sılım bek köyünü sılığı. Baktım degmisin dadısı. Heraz. Keşke adam yanaqlıq bağının ki götürüp bunu belge vaxtıda sılık bir del 6 saat Allah. Vay pahalı diye kutun. Saatin batırsa eli veremiz onu. 2 saat olsun neyim bulaptı, 2 almıştırıp takmamsınız. Meyli kutun. Mahmud kamsa? Hem akıl mağlı. Kutun mal otaldıran mı diye?